إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Allah subhanahu va taologa hamdlar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Aziz birodarlar, Allah subhanahu va taolo shunchalik fazli keng, rahmdil, mehribon zot. Har bir amalni Allah subhanahu va taolo eng kamida 10 barobar qilib beraman deb o'zi Qur'onda va'da qilgan. Va boshqa bir oyatda esa Allah subhanahu va taolo o'zi behisob o'zini fazliga yarasha va insonni qilgan amaliga yarasha ko'paytirib berishni ham va'da qilgan. Oyatda Allah subhanahu va taolo aytadi: "Estaizu billah, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha." Sadaqallohul azim. Kim bir yaxshi amal, bir hasanot bilan oxiratga Allohning oldiga keladigan bo'lsa, u insonga qilgan yaxshi amalini 10 barobar qilib ko'paytirib beraman deydi. Shu oyatga binoan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir hadisi ham zikr qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man soma ramazona thumma atba'ahu sittan min shawwalin kana ka siyamid dahri." Kim Ramazon ro'zasini tutsa va orqasidan Shavvol oyida 6 kun ro'za tutadigan bo'lsa, u insonning amali tutgan ro'zasi 1 yillik ro'zaga barobar bo'ladi. Ya'ni bir oy tutgan Ramazonning ro'zasi 10 oylik ro'zaga barobar. Va Ramazon oyidan keyin esa 6 kun ro'za tutishlik 2 oy ro'za tutganga barobar. Jami 12 oy, ya'ni 1 yillik ro'za tutganni savobini Allah subhanahu va taolo ato etadi. Demak azizlar, Allah subhanahu va taoloning fazli keng. O'sha fazldan foydalanish bu insonning ixtiyorida. Inson o'zi harakat qilib, o'sha Allohning fazlidan, rahmatidan, Allah subhanahu va taoloning qilgan yaxshiliklaridan foydalanib qolishga barchamiz harakat qilaylik. Mana azizlar, Ramazon oyi ham bitdi va Shavvol oyini ham bir necha kunlari qoldi. Imkon qadar shu Shavvol oyida Shavvol oyini 6 kunlik ro'zasini tutishga barchamiz harakat qilaylik. Bo'lgani 6 kun, lekin 60 kunlik ro'zaga barobar Alloh taolo savob beradi. Endi azizlar, ikkinchi o'rinda aytiladigan narsa Shavvol oyini ro'zasini qanaqa qilib tutsak bo'ladi. Shu Shavvol oyini ichida xohlaganingizdek tuta olasiz. Xohlasangiz oyning boshida, xohlasangiz oyning o'rtasida, xohlagan inson oyning oxirida, dushanba, payshanba kunlari tutib harakat qilsa bo'ladi. Yoki bir kun tutib, bir kun tutmasa ham bo'ladi. Xullas kalom, inson o'zini imkoniyatiga yarasha ro'zani tutib va o'sha savobga yetishga harakat qilish kerak. Shu ro'zani tutib Alloh va'da qilgan savobga Alloh taolo barchalarimizni yetkazgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.